Buni ko'rsangiz, aniq shok bo'lasiz. Xitoydan kelgan tovarlarimiz sizlar bilan raspakovka qilamiz va sizlarga nimalar kelganini va kачествосini ko'rsatib beraman. Xitoydan любой narsani zakaz qilsa bo'ladi desam, ko'pchilik ishonmaydi. Mana birinchisi organizer. Shunaqa organizerlarni sizlar arzimagan pulga topsanglar bo'ladi Xitoydan. Hattoki mana shunaqa divanim uchun pushistый, yumshoq yostiqchalarni ham zakaz qilgandim. Bular ham menga 35 mingdan tushdi. Men to'g'risi sumka jinsman. Sumkalarni shunaqa yaxshi ko'rganimdan har doim 2 talab, 3 talab zakaz qilib tashlayman. Aynan mana shu Hermes sumkasini o'zimizda 250 mingdan ko'rgandim. Menga aynan Xitoydan kargolari bilan 78 mingdan kelib tushdi. Endi sifatini ko'p videoda o'zingizlar ko'rib turibsizlar. To'g'risida bundan 4-5 yil oldin agar negina sana vaqt kelib shunaqa tovarlarni o'zini narxida olasan, bozordan chiqib 300 ming, 400 ming qilib o'tirmaysan desa ishonmagan bo'lardim. Aynan mana shu oyoq kiyimni ham men kargosi bilan 95 mingga oldim. Bilasizlar, ochkilar o'zimizda kamida 40 ming, 50 mingdan boshlanadi, 100 ming, 200 minggacha. Aynan shu ochki menga kargolari bilan 35 mingga tushdi qizlar. Agar sizlar ham shunaqa tovarlarni o'zini narxida chet davlatlardan olishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, unda menga Telegramdan murojaat qiling.